Sovchilik masalasi, o'sha oila qurish masalasida bo'ladigan bo'lsa, aytamanki, xo'jayiningiz ayting, chaqirsin, gaplashsin. Nimaga? Narkotik iste'mol qilmaydimi? Tovlamachi emasmi? Psixikasi buzilmaganmi? Xulqida og'ishishlar yo'qmi? Baribir erkak kishi gaplashganda biladi. Keyingi oilani taqdiriga bu zarar yetkazmasligi uchun albatta gaplashinglar deyman. Kuyov bilan, Kuyov bilan o'tirib gaplashinglar. Bu normal holat deb hisoblaymiz. Chunki gaplashmaydi, qaynota voy men nima deb gaplashaman deyapti, qizi uzatyapti, doriga o'tirib qolgan yigitga. Gaplashsam bo'lar ekan deydi. Keyin aytayaptiki, bekor qildim, shu paytda gaplashsam bo'lar ekan, bilib olar ekanman, nimanidir yashirayotganligini ko'rar ekanman, surishtirar ekanman yaxshiroq. Bu otasini gapiga, onasini gapiga ishonib qo'yibman. Otaga aytayaptiki, o'g'lingiz mana bunaqa ekan desa, ha endi bir qaytdi, yaxshi bo'lib qoladi deb o'ylovdim, shu qizingizni olib bersam, ikkalasi bir-birini tarbiya qiladi deb o'ylovdim deydi. Tamom. Shuncha xarajat qilingan, bu qiz orada baxtsiz. Shoira opa, eng yomoni mana shu haligi yomon oqimlarga qanday ishlarga aralashib qolgan yigitlarmi yoki shunchaki gapga quloq solmaydigan, ota-onasi boshqara olmaydigan yigitlar ham bor-da. Ularni ota-onasini qarashi shundayki, yaxshi odobli qizga uylantirsamki, bu tartibli bo'lib qolsa, bir ayolni ikkinchi bir ayolga qilgan zulmi deyiladi-ku bu. To'g'ri. Masalan, qanday qilib siz tarbiya qila olmadingizki, bitta qiz kelib uni tarbiya qilsin? Uni hayoti barbod bo'ladi xolos.